Assalomu alaykum hurmatli Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, chorva ishqibozlari. Semental Angus ishqibozlari. Bugun 2025-yil 10-may haftaning shanba kuni biz Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Oqtepa mol bozoridamiz. Inshaalloh bugungi narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Aka, g'unajin necha pul bo'ldi? 7 million so'm bo'pti mana shu g'unajin. 7 million so'm. Baxmal Anguslar. Necha pul bo'ldi ona bola? Necha pul bo'ldi? 18 million so'm bo'pti mana ona bola. 18 million ichida 3 oylik chiqdi. Ichida 3 oylik bolasi bor ekan, o'zi qilingan. Bolasi novozcha. Nechi bola ekan? Birinchi bola. Birinchi bola ichidagi ikkinchisi. 18 million so'm. Necha pul bo'ldi aka? 12 million 200. 12 million 200 bo'pti mana shu g'unajin. Bo'ldi. 17 million. Yemlangan g'unajinlar 17 million so'm bo'ldi. Aka, buqa necha pul bo'ldi buqa? Shofirmi? Shofyor ekanman, buqa. Necha pul bo'ldi ekan sigir? Eko 20 million sigirlar, yakka sigirlar. Ko'k bilan qizil. Novoslardan ko'proq novoslar. Bo'ldi bu. Necha pul bo'ldi aka shu? 23 23,5 million so'm. Ana shu buqamiz. 23,5 million so'm. G'unajin necha pul bo'ldi aka? 14 million so'm bo'ldi. Yemlangan g'unajinlar. To'yga ekan yemlangan ekan. Necha pul bo'ldi g'unajin? 8 million so'm. Aka, novoscha necha pul bo'ldi? Ey aka, novoscha necha pul bo'ldi? 11 million 800 ming so'm bo'ldi mana shu novoscha. YouTube'ga chiqardi. Ha. 11 million 800. Necha puldan bo'ldi g'unajinlar? 12 million so'mga, bunisi 10 million so'm bo'ldi. Ikkalasi 22 million so'm. 12 ga 10. Aka, buqacha necha pul bo'ldi? 11 million 300. 11 million 300. Bo'ylari 1.10. 11 million 300. 7 million so'm. Nechinchi bola ekan? 3-chi bola 27 million so'm. Bolasi 13-chi ekan. Aka, g'unajin necha pul bo'ldi? 13. 13,5 million so'm g'unajin. Ona bola sigir necha pul bo'ldi aka? Aka. Aka, ona bola necha pul bo'ldi? 19 million 300. Bolasi novozcha. Nechinchi bola ekan? 4-chi bola, 4-chi bola. 19 million 300. Bilan necha bo'ldi? 18 million so'm bo'ldi. Ana shu ona bolamiz 18 million so'm, bolasi g'unajin ekan. Ikkinchi bola. Necha puldan bo'ldi aka? 28 bu. Ekovi 28 million. Ovozchalar. Bo'ylari 1.15 atrofida. Necha puldi? 7 million 100. 7 million 100 ming so'm bo'ldi. Ana shu novozcha. Bo'yi 1 metr atrofida. Necha pul bo'ldi aka novozcha? Ha, 12.30. Mana bu qizil ola bilan bu qora ola ikkalasi 30 million so'm bo'ldi. Mana birinchisi. Mana bunisi ikkinchisi. 30 million so'm. Aka, necha pul bo'ldi ana bola? 17 million so'm. Bolasi g'unajincha ekan. Buqa necha pul bo'ldi aka, buqa? 21 million 300 ming so'm bo'ldi mana shu ola buqamiz.
21 milyon 300. 21 milyon 300 ga baraka bo'ldi. Nechun nech pul bo'ldi ekan? Aka nech pul bo'ldi bu? 8 milyon 200. 8 milyon 200 ming so'm bo'libdi shu nachi. G'oz nech pul bo'ldi aka? 17,5 milyon so'm. Ana shu 17,5 milyon so'm bo'libdi mana shu buqa. Bo'ylari 1.20 chiqib qolsa kerak. Ha, buqamiz 16 milyon so'm bo'libdi bunisi. Buni ham bo'ylari shu 1.20 ga yaqin. 16 milyon so'm. 5 milyon bo'ldi mana bu. Nech pul bo'ldi aka? Nechiga? Shuni ana bir tashqariga yo'l. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 20 abi. 20 milyon? 21 mi? 21 milyon so'mga baraka bo'ldi. 14 milyon so'm bo'ldi mana shu g'unajin. Baxma g'unajinlar 14 milyon so'm. Bu g'unajinimiz 12 milyon so'm. 12 milyon so'm. Ovoz nech pul bo'ldi? 14. 14 milyon so'm bo'ldi mana shu buqa. Ha? Aka angusti nech pul so'radi angusti? Bozor 31,5 milyon so'm so'rayapti ekan. Bir 30 balandliklari. Chamayin taxminiy. Bunisi-chi? 27,5 milyon so'm ikkinchisini. Hop. Ana angus top. Mana bu angus 17,5 milyon so'mga baraka bo'pti. Smeshenni urug'dan tushgan. Ozgina shoxchasi. Gibritda? Ha. 17,5 milyon so'm. Demasa? Yigirma besh yarim milyon so'm shved. 25,5 milyon so'm. Qayerdasiz? Qayerda? Aka nech pul savdosi bo'lyapti? Aka, savdosi nech pul bo'lyapti? 17 milyon so'm so'rayapti aka. 17 milyon so'm. Ola nech pul so'ra? 20 milyon so'mga bozor so'rabdi. Semiz buqalar taroziga. Nech puldan bo'ldi? 53 ming so'mdan taroziga. Pushmay. 87. 489. 488 kilo, 53 ming so'mdan taroziga. Semiz buqalar. Kimlar buqa yemilayotgan bo'lsa, живой вес taroziga 53-55 ming so'mga. Qaroda bo'lsa 60 ming so'mgacha baraka bo'lyapti. Navbatdagi buqamiz taroziga keldi. Nech puldan bo'ldi aka? Ha? Siznikimi aka? Nech puldan baraka bo'ldi? 50 mi? 50 ming so'mdan taroziga. 619 kilo 50 ming so'mdan.
Hech puldan so'rayapsiz. 50 ming so'mdan 50. 51 mi? 51 ming so'mdan ekan. Qayerdan chiqamiz? Necha kilo go'shtlar? Mayda buqachalar narxlari. Aka bozor necha so'radi? 12,5 so'm. 12,5 million so'm so'radi mana shu buqachani. Qo'ylari 1.5 atrofida. Buni necha pul so'radi aka? 10 million 200. 11 200, 11 million 200. 1 metr atrofida. Taroziga yana bitta buqamiz keldi mana. Semiz buqalar. Necha puldan bo'ldi aka? Necha puldan bo'ldi aka taroziga? Yo'q aka, taroziga necha puldan bo'ldi? $435 kilo. Necha pulga? Ikkitami? Mana bunga sherigi shumi? Ikkalasi 40 million so'm bo'pti mana. Egasi taroziga qo'yib olyapti. 450 chiroqda. Ha bu 53 mingdanmi? Taroziga? 53 dan. Bu taroziga 53 mingdan ekan. Shuni tutsangiz bo'larkan aka. Bu yoqda to'g'ri. 53 ming so'mdan. Bundaga bunaqa niyatni yotib chiqasiz. 416 kilo. 53 ming so'mdan. Bexasiyatlar qaytardim. Necha kilo chiqdi? 416 kilo. Avlikol. Smeshenni avlikol. Urug'dan tushgan avlikol 15,5 million so'mga savdosi bo'lyapti. $15,5 million so'm. Sutga to'ygan paroda buzoqchalar. Aka necha puldan so'radi? Shu odamda men Ikkalasini, ikkalasi 23,5 million so'm bir joyga. sizdan bir so'm pul olmasa, kasabdan bir so'm olmasa. Mana ko'chat buzoqchalardan. Necha oylik bular? 3 oylikdan ekan. 23,5 million so'm. 28 million so'm deyapti egasi. 23,5 million so'm bozor so'radi. Aka necha puldan so'radi bularni? Necha deysiz? 9,5 milliondan. Bozor 9,5 million so'mdan so'radi mana. Bo'ylari 1 metr atrofida novvoschalar. 9,5 million so'm. Aka novvosdan necha pul so'radi? 9,5 million so'm. Siz necha pul deyapsiz? 10 kam bor ekan. 9,5 million so'm so'radi. Talg'ir necha pul so'radi talg'irni? Nechiga? 9 million 600 ming so'mga olibdi mana, baraka bo'ldi. 9 million 600. Bo'ylari 1 metr atrofida. 9 million 600 ming so'm bo'ldi. Barakasini bersin. Necha pul so'radi aka? 13. Bozor 13 million so'm so'rabdi mana. Bunisi-necha qizilini? 14,5 million so'm. Orqalar qachga? 14,5 million so'mga 13 million so'm. Mana shu 3 ta buqacha 34 million so'm bo'ldi. 3 tasi 34 million so'm. Mana shu uchalasi 34 million so'm. 11 million 300 dan tushadi. O'zimizlar Mustafa.
11.333 ming. 34 dediyse uchalasini. 34 million so'm. Aka necha pul bo'ldi buqa? 22 million so'm. G'unajin necha pul bo'ldi g'unajin? 9. 9 million so'm bo'pti mana shu g'unajinimiz. Buqa necha pul bo'ldi buqa? 14,5 million so'm. Mana 14,5 million so'm. G'unajin necha pul bo'ldi aka? 14 million so'm. 14 million so'm bo'p. Birinchi qora. Necha pul bo'ldi? 7 million 700 ming so'm. G'unajin. 7 million 777. Anarbay aka, necha pul bo'ldi? 18,5. 18,5 million so'm. 18,5 million. Aka buqa necha pul bo'ldi? 14 million so'm. 14. Angus necha pul bo'ldi Angus? Aka Angus necha pul bo'ldi? 14. 4 mi? 14 million so'm. Smeshenniy Angus urug'dan tushgan.